Qiz o'sha zahotiyoq yo'lga chiqibdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Dalayu dashtlardan o'tibdi. Qizning tovonlari shilinib, oftobda yuzlari qorayib ketibdi. Qiz baribir chekinmabdi. Oxiri anhor aytgan cho'qqiga yetib kelibdi. Cho'qqiga ham zo'rg'a chiqib olibdi. Qarasa, chiroyli saroy turganimish. Sekin saroyga kirib borsa, baland taxta savlat to'kib, shamollar shoxi o'tirgan emish. "Xo'sh, tantiq qiz, huzurimga nega kelding?" deb so'rabdi shamol. "Menga oyimni qaytarib ber", debdi qiz. "Axir sen oyingni aytganlarini qilmay, uni xafa qilarding-ku. Nega endi uni izlab kelding?" "Ha, qilgan ishimdan pushaymonman. Undan kechirim so'rayman. Oying juda mehribon, mehnatsevar ayol edi. Sen uni qadriga yetmading. Shuning uchun uni quyosh olib ketdi. Endi oyimni qanday qilib ko'raman? Sen oyingni ko'rishing uchun insonlarga foydang tegishi kerak. Ular seni yaxshi ko'rib qolishlari kerak. Shundagina har kun oyingni ko'rasan. Shunga rozimisan?" deb so'rabdi shamol. Qiz rozi bo'libdi. "Unda", debdi shamol, "qishlog'ing yonidagi keng dalaga erta tongda borasan. Quyosh chiqqunicha dalani begona o'tlardan tozalab turasan. Kun chiqqach, sen oyingni ko'rasan", debdi. Qiz o'z qishlog'iga qaytibdi. Yo'lda issiqdan yuzlari qorayib, sochlari sarg'ayib ketibdi. O'sha dalaga qosh qorayganda yetib boribdi. U tuni bilan dalada qolibdi. Tong saharda turib, dalani begona o'tlardan, toshlardan tozalabdi. U quyosh chiqishini intizorlik bilan kutibdi. Nihoyat quyosh chiqibdi. Qiz quyoshdan ko'zini uzmay qarabdi. U yerda rostdan ham oyisini ko'ribdi. Oyisi nurli qo'llari bilan uning sochlarini silabdi. Uni juda yaxshi ko'rishini aytibdi. "Sen endi xalqqa xizmat qilishing kerak. Aks holda biz ko'risholmaymiz", debdi oyisi. "Oyijon, o'lgunimcha xalqqa xizmat qilaman", deb so'z beribdi qiz. Quyosh ufqqa bosh qo'yganda ular suhbatlashaveribdi. Keyin oyisi ham quyosh bilan ketibdi.